Mana shunaqa juletkalarni qanaqa qilib taqish to'g'risida bo'ladi bugungi videomiz. Mana bunaqa juletkani mana shu joylarida men ilmoqchalar qoldirib ketaman. Bu sochimizga mahkamlash uchun. Mana shunaqa qilgan paytimizda mana bu ilmoqchalarni orqa tarafga qayiltiramiz, mana bunaqa qilib va qo'yamiz juletkamizni. Qayerda qo'ymoqchi bo'lsak, qo'yamiz shunaqa qilib. Keyin mana bunaqa nizimkalar bilan mana shu qo'ygan joyimizda qarang, e'tibor qarating, mana bu joyi ko'rinyaptimi? Sochni olib, mana shuni ichkarisidan kirgizib, itarib qo'yamiz. Mana. Ko'rinmasdan turadi. Mana shu joyiga ham xuddi shunaqa qilamiz. Mana sochni olamiz. Ichkarisidan kirgizamiz, halqani ichidan ichkariga itarib qo'yamiz. Mana chiroyli holatda ko'rinmasdan turadi. Ko'pchilik qizlarimiz mana bunaqa qilib ustidan qilar ekan. Ustidan qilsa bu qo'pol bo'lib ko'rinib turadi. Shpilka bilan qilasizmi, nizimka bilan qilasizmi, qo'pol bo'lib ko'rinib turadi. Bunaqa qilgandan ko'ra mana bu usul juda ham yaxshi hisoblanadi. Men bir 10 santimetrcha qoldirib, 10 santimetrcha joylaridan shunaqa ilmoqchalar qilib ketaman. Qizlarjonlar, men hijobda bo'lmaganim uchun, hijobda unaqa chiroyli o'rab olmaganim uchun uzr so'rayman sizlardan. O'zlaringiz chiroyli qilib o'rab olasizlar. Men faqat sizlarga juletkani qanaqa qilib, mana shu hijobli qizlarimizda chiroyli holatda turishi uchun qanaqa qilib taqilishini o'rgatmoqchiman xolos. Mana bunaqa qilib juletkamizni qo'yib olamiz. Mana yaqinroq olib kelaman. Qanaqa holatda qo'ymoqchi bo'lsanglar shunaqa qilib qo'yib olamiz. Keyin mana bunaqa hozir ko'rsatganim tagida mana bunaqa ilmoqchalari bor-ku, o'sha ilmoqchalarni sal ichkariga kirgizib qo'yib, bu holatda ham mana shu ro'moldan ozgina olamiz. Bulovka yordamida ro'moldan ozgina olib, mana bu ilmoqchani ichidan o'tkazamiz. Mana. Ilmoqchani ichidan o'tkazib, yana ro'molni ichkari tarafidan ham ozgina olib, kirgizib qo'yaveramiz. Qolganini ham xuddi shunaqa qilamiz. Ozgina olib ro'moldan o'sha ilmoqchani ichidan o'tkazib, ichkariga kirgizib qo'yamiz. Mana. Men aylanasiga hamma joyga shunaqa ilmoqcha qo'yib chiqaman. Menda endi bulovkani mana bunaqa turib bo'lgani uchun men mana shu yordamda qilyapman. Hijobli qizlarimizda mana bunaqa jemchugi yo'q varianti bor. Bulovkani o'sha bilan qilsanglar umuman bilinmasdan turadi. Mana juda ham chiroyli turadi. Mana bunaqa qilib ustidan qilgandan ko'ra, ko'pchilik mana bunaqa qilar ekan. Ro'moldan ozgina ilib olib, buni ustidan o'tkazib, keyin bu yoqqa qilar ekan. Mana bunaqa qilib. Bundan ko'ra mana bunisi akkuratniroq turadi. Ustidan o'tgandan ko'ra bo'rtib chiqib turmaydi. Mana bo'rtib chiqib turmaydi. Ichkarisidan mana shunday kirgizib olishsa, juda ham chiroyli holatda turadi. Shunaqa foydali ma'lumotlar uchun like va podpiska esdan chiqmasin.